Kun xabarlari bilan qisqacha. Obuna bo'ling, like bosishni unutmang. 7-aprel kuni Qirg'izistonning O'sh shahridagi Irkeshtim chegara postida 22 yoshli harbiy xizmatchi o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Bu haqda Turmush xabar berdi. Navoiyda bog'cha bolalarini kaltaklagan tarbiyachi qamoqqa olindi. AQSh birinchi xonimi Melania Tramp Epstein ishiga umuman aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Toshkentda qimorxona tashkil qilgan shaxs qo'lga olindi. Qirg'izistonda qalbaki pul sotgan shaxs ushlandi. Qozog'istonda bir ko'zli uloqcha tug'ilgani haqida xabarlar tarqaldi. Chirchiqda vagon ustida selfi qilmoqchi bo'lgan yigitni tok urdi. Afg'onistonda suv toshqinlari sabab 600 ming oila uysiz qolgani haqida ma'lumotlar berildi. Isroil zarbasi oqibatida Livanda 303 kishi halok bo'ldi. Donald Tramp NATOni xiyonatda aybladi. Sitata: NATO bizga kerak bo'lgan paytda yonimizda bo'lmadi va yana kerak bo'lsa ham bo'lmaydi, degan Tramp Truth Social tarmog'idagi postida.